Boshda Tak. to'xtay video bor. Mana mashinamiz tayyor bo'ldi. Yuvdik polni. 6-7 kompressiyasi videoda qo'ydik. Ishlashi mana. Shuning uchun motor ochishi shoshilmanglar. Bir yuvib ko'ringlar, sistemalari mana yaxshi bo'lib qoladi. Ertaga buni yana bir 4 kun, 5 kun, bir hafta benzinda bosib, yaxshidan solib haydasalar, bundan ham tiniq ishlaydi. Hech qanaqa ошибкасы yo'q. Akamiz Toshkentdan kelganlar, mana nomeri. Toshkentda ishlarni hal qilib berisholmabdi bolalar. Nima fikrdasiz aka? Toshkentda qilib bera olmadi. 10 ta bahonasi bor. Rudyol salonga borsangiz, hech narsani bilmay, har xil bahona, 10 ta gap. Bu gazni ham tuzukroq nastroyga qilib bermadi. Rahmat ustaga qilib berdilar, gap so'z yo'q. Sog' bo'ling. Hech qanaqa vibratsiyasi yo'q, hammasi davomli. Endi bu Toshkentdan Samarqandga kelish yaxshi usta bo'lgandan keyin kelamiz, iloji yo'q. Toshkentda qilib bera olmadi ustalar, servis sentri ham qilib bera olmadi, boshqasi ham qilib bera olmadi. Faqat gap, bahona, bunaqa qilish kerak, bunaqa qilish kerak. Ketgan bo'lsa bir 40 minut uzoq bir soat vaqtimiz ketdi. Ustaga rahmat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.